Taniysizmi u qizni opa? Taniyman. Samonim tanish bilishlari bormikan u qizni bu yerda? Farida opa borib ana ekspertiza talab qilib yozasizmi? O'shani boshqatdan tekshirtiraman deyapti erim. Uni ekspertizani boshqatdan qilinadi. Men uchqacha u endi Men ham borib yozsam bo'ladimi? patologdagi svetlar. Qara, endi hammomga o'zini ochibdi. U qiz 180 bo'yi. Biri 60 necha ekan, u yog'ini bo'yi 180 ekan, uni tepaligi 170 ekanda. Yo'q, 180 bo'yi uzun qiz u qiz. Bo'yi uzun qiz u qiz. Vesi 80ga yaqinlashib qolgan. 80ga yaqinga temir qanday qiyshaymaydi? Hech narsa bo'lmagan. Endi qarab tur. Bog'da hamma yo'q pachaq bo'layotibdi. Hammomda hamma yo'q, top-toza. Hech qayerda hech narsa yo'q. Bitta zakolka tushib qolar ekan. Bitta zakolka tushib qolar ekan. Men u bolani ham taniyman, u qizni ham taniyman. Bola qayerli opa? Namanganlik ekan. U qiz Aka, siz iflos yurmaganmisiz Koreyada? Siz bironta qizni aldamaganmisiz? Bironta qizni lichkasiga yozmaganmisiz siz? Bolalar, o'zlaring kevolaslarda eri bor qizlarga ham yozib o'tirasizlar-ku. O'sha if olti ekan deysizlar.